Hi everyone, welcome to High Language Training Center English Alphabet Video Classroom. From today we will start to learn International Phonetic Alphabet. Assalamu alaikum sağdaşlar. Yaxşımısınızlar? Endi bizden bugünden başlap bizninki şu İngiliztili ئېلىپبەسى şu sizin dersligimizde şu International Phonetic Alphabet. Yani şu xalqaro birlikka kelgan tovushlar sistemasini o'rganishni boshlaymiz. Endi bu xalqaro birlikka kelgan tovushlar sistemasini international deganimiz xalqaroliq. Phonetic shu fonetikalik hisobda shu tovush alfabet deganimiz shu ئېلىپبەسى dedik. Endi buni o'lchamli tarjima qilganda ingliz tiliniki transkripsiyasi deb aytib bir kasbiy atalg'i ekan. Buni osonlashtirib shu xalqaro tovush belgisi deb atab qo'ydim endi. O'zimcha. Shunga boshqalar sizlar kerak insonlik aslida amal bo'yi shu. Oson qulaylik bo'lsin uchun endi asosliga. Shunga shu bugungi International Phonetic Alphabet shuni o'rganishni boshlaymiz. Kunda biz shu International Phonetic Alphabetniki bir juftdan demak ikki tovush o'rganib olamiz. Hamda bu ingliz tilida qancha tovush bor deganda ingliz tilida 48 tovush bor. 48 tovush. Ular so'ziq tovush, uzuk tovush deb qaraladi. Endi bu tovush degan nima desangiz, shu tilning eng kichik birligi. Masalan, har xil ovozlar, masalan degandek, i degandek-chi. Bu shunga o'xshash eng kichik bir shu kichik tovushlarni uningdan qanday desangiz so'zlar tuzildi. Yoki harflar. Shunda bular bag'an sirqanlar desangiz ko'p ma'noga. Demak, hamda shu oldin qatim degan ingliz tili qanday ataldi desangiz, xuddi atni eshak deydigan yoki eshakni at deydigan. Shunami? Demak, yezilish bir xil, o'qilish yana bir xil. Oldin qatimliq darslarda shu ingliz tilidagi harflarniki, 26 harfniki o'qilishi va yezilishi to'g'risida to'xtalgan. Endi bugundan boshlab shuningki tovushlarning o'qilishi to'xtalamiz. Endi bizningki bu kunlik yo'llab turamiz kundaligidek. Undan endi shunga bir musobaqa. Bu qanday musobaqa desangiz, shu tovushlar bilan birga ba'zi tongue twister. Okay, tongue twisters deganimiz nima desangiz, har xil til qayrish mashqi bor-ku. Til qayrish mashqi. Shu til qayrish mashqini nihoyat o'lchamli talaffuz qilib bizga yo'llab bersangiz, ya'ni bizniki g'oyabiz deb solinma. Undan keyin bizniki abditali Android va iOS nusxasidagi abditali va shu abditalniki hamda ovozliq inkas qaytirish iqtidori bor-ku. Degan bunda qarasangiz, shu sizniki bir mikrofonning belgisi bor-ku. Shu yerni besib, sizlar ovozinglarni eng yaxshi mashq qilib, shuningdan avatsanglar biz eng yaxshi bo'lgan moyarni tanlab, bizniki shu appniki VIP degan yerda har xil haqliq darslar bor-ku. Masalan, eng muhim ingliz tili 1, 2, 5000 so'zlik, 8000 so'zlik, undan keyin har qaysi grammatika degandek darslar-ku. Shu darslarni sizlarga sovg'at qilamiz. Onunga shu 19 qo'y 8 mo qimmatrikmi 9 mo qimmatrikmi darslar bor. Shuni sizlarga sovg'a qilamiz. Qanday? Cho'qim hammalarga mukofot bor, yaxshi terishib nima qilaman. Okay. Endi ingliz tilidagi shu tovushlarni so'ziq tovushni nima degan to'q desanglar, talaffuz qilganda biz talaffuz qilish organlarimizning mandaliqda masalan to'solg'isi uchirmaylam talaffuz qilgan shu o'kimizdan chiqqan va masalan i a degandek-chi. Mush tovushlarni so'ziq tovush deymiz. Buni inglizcha vowel sound deymiz. Vowel sound, vowel. Okay, endi yuanyin deydi hanzucha bilan deymiz, yuanyin deymiz. Tushunami? Okay, endi consonant degani uzuk tovushlar. Masalan, har xil masalan p, k, t degandek-chi. Mushlarni uzuk tovush deymiz. Buni foyin deymiz. Agar buni harf deymiz, yuanyinzimi, foyinzimi deydi. Uzuk tovush harfi, so'ziq tovush harfi debchi. So'ziq tovush harfi. Endi bugun tovushlar keladi. Avval albatta nima desangiz, shu so'ziq tovushlarni talaffuz qilishdan boshlaymiz. Agar shu so'ziq tovushlarni o'lchamli talaffuz qila olsangiz bo'ldi, 70-80% to'g'ri talaffuz qildik emas desangiz bo'ldi. Bular shu so'ziq tovushlarning keyin tayin
Nima deymiz desanglar? Jiq savatashlar xatalashadi. Okay. Buni da mesela uzun so'ziq tovush, qisqa so'ziq tovush deb ayrilamiz. Hamda buni manda desam boshqalarmi? Ammo esimda qolmaydi-ku bu. Buni bara o'rgansanglar esimda qoldigan narsa. Buning qoidasini so'zlab yurmadim-ku. Bek lozim bo'lsa shu ekrandan telefoningizga rasmga tortib olsangiz bo'ladi. Ammo so'ziq tovushlarning bo'linishi bo'lmadim. O'sha yezib qo'ydik mana. Lazım bek arayayım deb qalsanglar, şundan foydalansanglar, mavzuda jiq to'xtalmadim. Mana uzuk tovushlarniki 28 uzuk tovushi. Bularniki voy manda deb nazariyani jiq so'zlamay. Amniyat kelsa qanda. Alright. Okay, endi birinchi tovush nima desanglar? Yaxshi. Good. Qaranglar, bu shu ingliz tilidagi harflar, masalan EA, EI degan bu tovushlar deb talaffuz qilindi. Okay, endi birinchi so'z qarab qaranglar, Okay. Buni talaffuz qilganda, masalan birinchi so'z qilgan sheep. Okay, SH nima? deb talaffuz qildi. Endi keyin nima? Buni talaffuz qilganda og'zinglar kulgandek shiktarakın. Shunaqmi? Mana shiktarakında tortildi. Okay. Qiyshinglar qanday qildi desang, unda ko'tarildi. Ko'ringlarmi? Okay. Hargiz emasmi? Okay, endi bu yerda bir muhim narsa, qarasanglar bir talishga osmichi kutib turdi shunami tirnoqning ichida. Demak, tirnoq bo'lsa nima baning ichida tovushgan, xalqaro birlik kelgan tovushgan deymiz. Agar u bo'lmasa, u xat bo'ladi-mi? Vallahi harf bo'ladi. Demak, endi u so'zash belgisi. Xuddi lag'man so'zgandek qanday qilamiz? So'zaymiz. Nima? Qishing bunda qash etib baqqanmi? Qizlar bo'lsanglarmi? Qash atganda qishinglar ustiga ko'tariladi-mi? Qaylan og'zinglar qanda? Saqt qilgandekmikan? Okay, degandek. Mana shuni tarafini good. Xatolashmang. Deb qo'ysa bo'lmaydi. Okay. Sheep. Good. Sheep. Endi bu nima desanglar? Sheep deganimiz qo'y degan gap. Talaffuz qilib baqam, nima? Sheep. Excellent. Bu nima bo'ldi? Sheep, qo'y. Nima tegrikscho? Ammo SH nima? degan tushunama. Keyindagi o'xshash bir yolg'iz nima? Deb talaffuz qilamiz. Shuning bilan nima? She. Yaxshi. She. Agama ayollarga u deymiz-ku, almash. Almashin deymiz. Shu almashdi o'shu. She deymiz, ha? Okay, masalan she is degandek. Birinchisi nima ekan? Sheep. Tegishsi yo'q. She ma qishinglar turvas bo'lmaydi-mi? Og'zingizda kulgandek, qarab yaqinlar. Sheep. Okay. Ma'no o'qib yaqinlar qani. Birinchisi j ekan shunama. Uni degan keyingisi Ona keyingisi nima? Shuni nima bo'ldi? Jeep. Yaxshi. Jeep. Ma'no deymiz Jeep. Good. Ondan keyin qaranglar, keyindagi osma chekitni elevator. Mana elevate sekning bo'ldi, desanglar. Okay, da qaranglar. Ya'ni bor-ku. Bu emasmi? Naqay tiz qisqa. Bu qaysi harf bilan bu shuning ichida kelgan masalan Y, U, A degan bu harflar mana shu deb talaffuz qildi. Birisi qaranglar, kilgandek. Hamda man talaffuz qilganda ancha bu og'zimizda ham kulmaydi, ham unda bek cho'ng o'zgarish bo'lmaydi. Qisqalar nima? Oncha kulib ketmaymiz, hamda og'zimizni kalashdaga chiqqanda unda kulib ketishni haysto. Bu nima? Voy, qishimni ko'tarib ketdi. Alright. Endi macho mesela o'xshashmi SH nima? Shunama. Yanchi buni talaffuz qilma nima? Ship. Okay, nima deyapmiz? Ship.
Herkes sheep deb qo'ysak bo'lmaydi. Endi bu ship deganimiz nima desanglar? Paraxod. Okay? Ship deganimiz nima? Paraxod. Paraxod. Bu nimaki ship. Okay, ship. Buni herkes sheep deb qo'ysak bo'lmaydi. Sheep deganimiz nima edi? Sheep deganimiz qo'y. Qo'y. Majo ship. Okay. Keyingisi bir tavsha. Keyin deganimiz Okay, bu nima desanglar? Fish. Okay. Fish. Deb qaranglar. Fish. Good. Fish. Yaxshi. Okay, endi fish deganimiz nima? Baliq. Baliq. Endi bu ikkisini endi farqlantirish intayin muhim. Qaranglar, birisi nima ekan? Nima ekan? Shunami? Yani birisi Mesela matuvendeki sözlerini arıp bakayla. Qaranglar. Sit, set. Been, been. Feed, fed. Sheep, ship. Sheet, shit. Okay. Mana tarjim qilmanglar. Tarjim muhim emas. O'qisanglar bo'ldi. Nima ekan? Sit, set. Qaranglar, sit. Qachonlar unda keltirildi? Shunami? Yana birchi set. Bu hargiz qishimiz yoki og'zimiz bek cho'ng ochilgan. Set. Set. Nima? Set. Set. Yaxshi. Sit, set. Been, been. Feed, fed. Sheep, ship. Sheet, shit. Okay, shit. Deymiz, shunami? Shunga ko'p qana qilamiz, mashq qilamiz. Yana bir qatam o'qib o'taylik. Agishinglar qatama, agish bo'qinglar. Sit, set. Been, been. Feed, fed. Sheep, ship. Sit, sit. Yaxshi. Yaxshi. Bo'lsa qayta anglanglar.